alaykum. Bugungi mavzuyimiz birinchi mavzu hisoblanadi. Foydali qazilmalar. Foydali qazilmalar bu boyitish jarayoni, hamda metallurgiya jarayonining asosi hisoblanadi. Foydali qazilma o'zi bu nima? Foydali qazilma bu tabiatda tabiiy holda uchraydigan va inson xo'jalik faoliyatida foydalanadigan yer osti boyliklariga biz foydali qazilmalar deymiz. Foydali qazilmalar 3 turga bo'linadi. Rudali foydali qazilmalar, rudasiz foydali qazilmalar hamda yoqilg'iga bo'linadi. Xo'sh, nima uchun biz rudali, rudasiz hamda yoqilg'i turlariga bo'lyapmiz? O'zi foydali qazilma qanday kelib chiqqan? Bu qiziqtirgan savol deb o'ylayman, o'sha tinglovchilar tomonidan qiziqilgan, qanday kelib chiqqan? Bu bo'yicha umumiy aytib o'tamiz. Foydali qazilmalar million yillar mobaynida 3 xil yo'l bilan hosil bo'lgan. Ya'ni yer shari paydo bo'lgandan keyin million yillar davomida magmatik, metamorfik hamda cho'kindi yo'li bilan foydali qazilmalar hosil bo'lgan. Magmatik yo'l nima? Magmatik yo'l bu o'sha magmaning o'sha yer yuziga yaqin, yer yuzasiga yaqinlashib sovish natijasida yoki bo'lmasa yer yuzasiga chiqib sovish natijasida hosil bo'ladi. Masalan, bunga mis, temir foydali qazilmalarni misol keltirsak bo'ladi. Metamorfik yo'l esa bu o'sha yer ostidagi kuchli yuqori bosim, yuqori temperatura natijasida tog' jinslarining o'zgarishi natijasida oltin kabi bir qancha foydali qazilmalar shu yo'l bilan hosil bo'lgan. Cho'kindi yo'li bilan esa o'sha suvda erigan moddalarning cho'kishi natijasi, ya'ni million yillar muqaddam dastlab yer sharida o'simlik va hayvonlar juda ko'p miqdorda bo'lgan. Ular nobud bo'lishi natijasida ularning tanasidagi o'sha moddalarning suv ostiga cho'kib yoki tuproq ostida qolish natijasida foydali qazilmalar paydo bo'lgan. Rudali foydali qazilmalarga biz misol qilib keltirsak bo'ladi. Mis, oltin, kumush, masalan temir, alyuminiy, uran kabi konlarini foydali qazilmalardan tashkil topgan desak bo'ladi. Ya'ni tarkibida foydali metal bo'lgan, metal olish uchun qazib olinadigan foydali qazilmalar rudali foydali qazilmalar deyiladi. Rudasiz foydali qazilmalar. Rudasiz foydali qazilmalar kimyo hamda sanoatda ishlatiladigan ohak tosh, gips, gil, fosforit kabi bir qancha o'sha moddalarni foydali qazilmalarni rudasiz foydali qazilma deymiz. Sababi rudasiz foydali qazilmalar qazib olinadi, sanoat hamda kimyo sanoat uchun foydalanadi. Yoqilg'i bu, ya'ni o'zidan energiya chiqarish manbai sifatida, ya'ni energiya olish sifatida foydalanadi. Energiya manbai sifatida biz bilishimiz mumkin neft, tabiiy gaz, ko'mir, slonez, torflarni misol keltirsak bo'ladi. Ya'ni bu yoqilg'ilar cho'kindi yo'li bilan hosil bo'lgan o'sha o'simlik, hayvon qoldiqlarini suv ostida hamda yer ostida cho'kib havosiz muhitda to'planishi natijasida yuqori bosim hamda temperatura natijasida o'sha million yillar davomida yoqilg'ilar paydo bo'lgan. Masalan, o'rmonlarda oladigan bo'lsak, o'sha o'rmonlarning botqoqliklarda, masalan, o'rmonlar nobud bo'lgandan keyin u tuproq ostida qolib, havosiz muhitda chirimasdan yer osti kuchli bosimi ta'sirida u ko'mirga aylangan. Suv, dengiz hamda ko'llarda yashaydigan tirik organizmlarning nobud bo'lib, uning tanasidagi moddalar suv ostiga cho'kib to'planishi natijasida yoqilg'ilar, ya'ni neft, gazlar paydo bo'lgan. Bu foydali qazilmalarni biz asosan rudali foydali qazilmalar bo'yicha o'z mavzuyimizni davom etamiz. Sababi bizni asosiy yo'nalishimiz metallurgiya bilan asoslangan. Metallurgiya rudali foydali qazilmalarni qayta ishlash bilan, ya'ni uning tarkibidagi metallarni olish bilan shug'ullanadi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha foydali qazilma hamda uning turlari, kelib chiqishi haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tdim. Savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariy yozasizlar. Keyingi mavzuyimiz foydali qazilmadan keyingi minerallar, rudalar haqida fikr almashamiz.
E'tiborlaringiz uchun rahmat.